Manaki parrandalarimiz ham ochib, jo'jalarini och bo'ldi. Xonalarni dog'irlab chiqdik. Mana barchasi ochmaganlar bitta, ikkita. Ammo xonaga bu bitta. Manaki 3 ta. Bu xonaga ham bu 4 ta, 5 ta. Bakman bittaga ochibdi. Kul suyitli 6 ta qolibdi. Qolganlari barisi jo'jalari bilan dalaga ketdi, chiqarib yubordik. Mana shunaqa gaplashiganlar oddiygina joydargina usulga bor sharoitdan foydalangan, unumli foydalangan holda mana shunday molxonamizdan mollarimiz erta bahorga dalaga chiqarib yuborilgan. Ana shu noyabr, dekabr oylarigacha mollar qaytib kelguncha daladan mana shunday molxonalarimizdan unumli foydalanib, kurkalarimizni raddim xonachalari bilan mana shunday jo'ja o'chirilgan joychala qilib qo'yamiz. Endi dehqonchilikka holatga bo'lsa ham, endi komfortga tayyorlar bo'lmasa ham oddiygina bor uydan chiqqan materialdan mana shunday xonachala qilib jo'jalarimizni ochiramiz. Ko'z tegmasin, Xudoga shukr. Natijalarimiz yomon emas, yaxshi. Hozircha yaxshi ketib turibdi. Hammangizni mana shunday bor mahsulotlaringizdan, uylaringizdan chiqqan mana shu g'ishtlardan kataylar qilib mana shunday parrandalar ko'paytirishlaringizni tavsiya etaman. Parranda yaxshi narsa, 7 xazinaning biri deb bejizga aytilmagan. Nasib bo'lsa kelajagiga ularni ko'proq qilish niyatimiz bu. Bundan ham rivojlantirish nasib bo'lsa mana shunday zo'r natijalar bilan chiqishlarni Xudodan so'rab yaxshi niyatlar bilan boshlaganmiz. Mana shunday barchangizga boqishlaringizni tavsiya etaman. Boqinglar parrandani. Uylaringizga, ro'zg'orlaringizga go'sht bo'ladi. Sotsanglar maktabga bir ballaringizga ustuvor bo'ladi. Tuxumlari ro'zg'orlaringizga, ertalab zaptirikka bachalaringizga yedirib yuborishlaringizga tuxumlari bachalaringizda ancha produktasiya foydali jihati bor. Ertalabgina zaptirikkina ikkitagina qovur berib ishga jo'natib yuborsangiz ham hammaga yaxshi. Uy tuxum yaxshi-da. Mana shunday usulga boqib kelolman. Molxonamning kattaligi где-то 20 metrda. 20 metr molxonamni uzunligi 20 metr, bunaqasi mana shu 5 metrlik bolor bosilgan. Ichini o'zi 4,5 dan ziyod, shu 5 metrdan ziyodmi deyman bolor. Mana shu molxonani tepangi qismi sigirlar nasib bo'lsa daladan kelguncha ko'kalarimiz qishlik yemishlarni, kurka jo'jachalarni 35 ming, 30 ming, kattaroqlarni 60 ming, 70 ming, 50 ming katta kichigiga qarab sotdik. Mana Xudoga shukr
Mana shu barcha xonalardan hammasidan eson omongina chiroyligina jo'jalarimizni ochirtirib oldik. Mana shu xonalardan unumli foydalanib oldik. Mana shularni hammasidan jo'ja chiqib ketdi. Xonalarni dezinfeksiyalar qilib chiqdik. Endi baqqa ikkinchi partiyasiga tayyorgarlik ko'ramiz. Mana hozir ham bittasi ochib chiqibdi. Mana jo'jacha chipillayapti. Hali qurigani ham yo'q ekan. Ustchalari hali ho'l ekan. Mana ke jo'jachalarimiz. To'xta. Hali ustchalari ham qurigani yo'q. O'chiyotishibdi mana. Tog' jo'jachalar bular. Shunaqa gaplar jigarlar. Mana baqqa ham hali o'chaman deyotgan kurkalarimiz ko'p. Taya 30 tana tuxum bostirib qo'yganman. Har bittasi 25 ta, 27 ta. Ko'z tegmasin yaxshi ochyapti. Sviji tuxumni bexato ochar. Shunaqa gaplar jigarlar. Baqqa ham bitta kurkamiz osyapti. Uni ham tayyor. 27 ta, 28 ta tuxum bor. Katta kichiga qarab bostirilgan kurkalarimizda. Hovliga ham, uchastkaga ham, hamma joyga kataylar qilib tayyorlab, shu raddon xonachalarni ko'paytirib tayyorlaganmiz. Qarga bo'lsa shu bostirib, ochirib foydalanib kelamizda. Bag'liya joy taxlayapman. Tovuqxonam bor edi, eshik tovuqxonam buzib tayyorlab, baqqa tovus olib keldim. Tovuslarni ham mashaqqa chiqaramiz. Baqqa kecha hafta kelgan qo'ychalarim bor. Bitta sog'im sigir olib qolganman ro'zg'orga sog'ishga, bag'laga nasib bo'lsa. Bular ham dalaga bitta chiqarib yuboramiz. Mana tovusini miyovlashini qarang. Qulupnay ko'chatlarimiz. Har doimgidek bizni achinacha kuchukchamiz. Sigiroy. Ichkamizda ham balichalar katta-katta bo'lib qoldi.